Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish va to'lovlarni to'lamaganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etishni taklif qildi. Prezident tashabbusi 27-mart kuni hukumatning yopiq majlisida bildirildi. Yopiq majlisga mustaqil jurnalistlar kiritilmaydi. Bu haqda Ozodlik radiosining tojik xizmati xabar berdi. Tojikiston hukumati muntazam ravishda aholini elektr energiyasi bo'yicha qarzlar va noqonuniy ulanishlarning ko'payishida ayblamoqda. Barki Tojik davlat energetika xolding kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil boshida aholining qarzi 155 million dollardan oshgan. Mamlakat aholisi esa hisoblagichlar joriy qilingandan keyin to'lovlarni o'z vaqtida to'layotganlarini, to'lamaganlari holda elektr energiyasi shunchaki uzib qo'yilayotganlarini ta'kidladi. Mutaxassislar ham bu raqamlarning to'g'riligiga shubha qilib, muammo fuqarolarning qarzlarida emas, energetika sohasini samarasiz boshqarishda ekanligini ta'kidlamoqda. Bundan tashqari, ismlari bildirilishini istamagan energetika inspektorlarining aytishicha, asosiy to'lanmagan to'lovlar oddiy fuqarolardan emas, balki yuqori lavozimli amaldorlar bilan bog'liq yirik kompaniyalardan ekanligini aytmoqda. Qarz va taqchillik haqida doim gapirishga qaramay, statistika buning aksini ko'rsatmoqda. Tojikiston 2024-yilda 22 milliard kilovatt-soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqargan. Ichki talab esa 19 milliardni tashkil qilgan. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Tojikiston shu davrda qariyb 2,5 million dollarlik 83 milliard kilovatt-soat elektr energiyasini eksport qilgan. Ammo bunday ijobiy statistik ma'lumotlarga qaramay, rasmiylar 1-apreldan boshlab aholi uchun elektr energiyasi tarifini yana oshirmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi eng yirik energetika iste'molchisi bo'lgan Tojikiston alyuminiy kompaniyasi oddiy fuqarolarga qaraganda deyarli 2 barobar kam haq to'lashda davom etmoqda. Aslida aholi yirik korporatsiyalarga qaraganda ko'proq haq to'laydi. Har yili kuz-qish mavsumida Tojikiston viloyatlarida elektr energiyasi ta'minotida cheklovlar joriy qilinadi. Elektr energiyasi bo'yicha katta qarzlar ko'pincha korrupsiya, elektr energiyasini boshqarishda texnik yo'qotishlar yoki tizimli samarasizlik bilan bog'liq. 2021-yildan Tojikistonning elektr energiyasini tarqatish tarmoqli xorijliklar tomonidan boshqariladi. Hukumatning o'zi tashqi boshqaruvchilarni jalb qilish tashabbusi bilan chiqdi. O'tgan 10 yil ichida Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Tojikiston hukumatini har yili, shu jumladan aholi uchun elektr energiyasi tariflarini oshirishga chaqiradilar. Bunday harakatlar ushbu moliyaviy tuzilmalarning Tojikistonga bergan qarzlarini foizi bilan qaytarishni ta'minlashi kerak. Kapitalistik tuzum o'z tabiatiga ko'ra kambag'allardan mulk olib, boylarga beradigan shafqatsiz tuzumdir. Bu tuzumda har doim yirik kapital egalari, banklar, moliya kompaniyalari va ular bilan hamkorlik qiluvchi hukmdor elita g'olib bo'ladi. Xalq esa aksincha bir parcha non uchun mehnat qilishga, qarz va qashshoqlikda yashashga mahkum. Shuning uchun og'ir hisob fakturalar, yuqori turmush narxi va nohaq daromad kabi barcha iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun musulmonlar bu tuzumni bekor qilishlari va uning o'rniga hech qanday ekspluatatsiya bo'lmagan, manfaat va jamoat mulkini himoyalagan islomiy iqtisodiy tuzumni o'rnatishlari kerak. Bu esa kapitalistik tuzumga barham beradigan, islom va ummatning buyukligini qaytarishni kafolatlaydigan Roshid xalifalik orqali erishiladi.